Bunlar kızıllar kileğinin rengi oluyor. Joğal kötü kurusa. Bu eşike tamam. Qanday bo'lar bilmayman, avtoburgan ko'rinadimi yo'qmi? Nasib bo'lsa bu yoqlar ham quryapti. Qurib qolsa hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Bu patolog. Hop. Bu kallar nasib bo'lsa bu yerdan plitkasini boshlaymiz. Birinchi udar bani. Yani ciğerini kuyup tayyorlab ketganmiz. Nalar endi 4 fayat bo'lgandan keyin yoqlamizda dvijoklari kuchi yetmaydi uning. Kechqurun agar yoqmasak yoki ertadan sarlab kelib boshlamasak, shuni plitkasini teraylik deb plan qilyapmiz. Shu yo'q qoldi kallarman banya. Keyin laminat qol, laminat plitkalari bo'ladi qo'shilib. İnşallah hammasini keyin birga uramizda.